Assalomu alaykum. Mana o'sha aytgan somon zavodimizga keldik. Hozir jarayonlarni ketma-ketlikda jarayonlar bilan tanishamiz. Demak, jarayonimiz boshlanishdi. Bu yoqda 5 ta yomg'isi bor. Yomg'isi ikkitasiga xomashyo solib aralashtirilgan. Xomashyo aralashtirib tayyorlanadi. Bu uchtasiga sindirish uchun bu yoqqa o'tkaziladi, ya'ni xomashyo. Demak, jarayonimizni boshlanishdan boshlanadi. Birinchi marta yomg'isilar yuviladi, qo'diriladi. Keyin yomg'islarni bittasi 2 tonnalik, bittasi 3 tonnalik. Bularga 70-80% suv solinadi. Suv filtrlangan suv bo'lishi kerak. Endi bunga demak qo'zg'alib olindi. Endi 4-5 xil kimikatni aralashtirib xomashyo zagotovkasi qilinadi va mana shu yomg'islarga talab qilingan mahsulot bo'yicha, talab bo'yicha solinadi. Endi qorish jarayoni. Demak, bu yoqda xomashyo qorilib, mahsulotga aylangandan keyin uni tindirish uchun mana bu 3 tonnali yomg'isga o'tkaziladi. Bu yoqda havoning haroratiga qarab yarim soatdan 3-4 soatgacha tindirish jarayoni bo'ladi. Endi tindirilgandan keyin keyingi qismi liniyamiz bor. Bu mana shu liniya bo'yicha ishlash jarayoniga o'tadi. Bunda bu liniyada 400 grammdan 1 litrgacha bo'lgan idishga quyiladi. Har bitta liniyada 8 ta, bir quyishda 8 ta idishga qo'yish mumkin. 1 litrdan kattaroq idishlar bo'lsa, bu mana bu yerda boshqa liniyamiz bor. 1 litrdan katta bo'lgan idishlarga mana shu liniyada quyiladi. Demak, yo'qsa bitta xodim idish qo'yadi, bo'sh idish qo'yadi. Bo'sh idish liniya bo'yicha kelganda mana bu yerda bitta xodim turadi. Bu yerda bittami xodim, ikkitami? Bu yoqda bitta xodim turadi. Bu yoqda odam kerak. Bu yoqda odam kerak emas. O'zi quyib, avtomat liniya bo'yicha keladi. Bu yoqda odam. Demak, bular operatsiya bilan ikkita xodim turib tayyorlanadi. Demak, bu joyda qopqoq urash jarayoniga to'g'rilaveradi. Qopqoq uradi. Qopqoq uradi. Bu joy ham yo'naltirilgan joy ekan. Mana bu yerda keyin ishlarimizga naklika qo'yiladi. Bu yerda idishga o'sha kislosi qo'yiladi va sanasi, tashqariga sanasi qo'yiladi. Mana uskunamiz sana qo'yadi. Mana bu sanasi mana shu orqaga qo'yiladi. Bu yoqqa keladi. Bu yoqda o'tgan qo'yilgan naklikalarni buni xodimlar o'tirib tekshiradi. Qanaqa naklikalari standart bo'yicha qo'yilgan yoki qanaqadir defekt bo'lsa, to'g'rilanadi. Va tomonidan fotografiya joylashtiradi.